buradagi yerdan daromad topish maqsadida lola ko'chatlarini yetishtirdim. Bu ko'chatni endi gollandskiy ko'chat bo'lib, nimada bolalar Rossiyadan olib kelishdi. Bir hozir 7-8 yil bo'ldi shu bilan shug'ullanaman. Kuzda oktyabrda ekaman, martda 25larda gullashni boshlaydi. Gulida qirqib xaridorlarga beramiz. Undan keyin piyozini yana xaridorlarga beramiz kuzda olib sotuvchilarga. Mayda oxirida qozib, o'rniga kartoshka ekamiz. Yilda 2 marta daromad qilamiz. Lola ko'chatlarida borgan sari ko'payyapti. Xudo xolasa yana kengaytamiz. Xaridorlarimiz ko'p, har qayerdan kelib olib ketishyapti. Oltiariq, Quvalardan kelishyapti. Qumtepaga olib chiqyapmiz. O'zimizni Quvasoyda olishyapti.